Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Raisboy. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ham bir g'oyibona bo'ladi. Boshqacha. Bu narsani YouTube'da sizlar ko'rmagansizlar. X Show deb nomlanadi. Bizning mehmonlarimiz bor. Mehmonlarimiz bilan bittama-bitta tanishtirib chiqaman. Bularni sizlar internetda ko'rgansizlar. Kimlardir qimorvoz, kimlardir esa yaxshi ish bilan shug'ullanadigan bolalar. Avvalambor o'ng qo'limdan boshlayman. Kamronbek, bu meni videolarimda chiqqan. Salom, xush kelibsiz. Assalomu alaykum aka. Videoga tayyormisiz? Tayyorman aka. Bizni hozir 4 ta savatchamiz bor. Shu savatchalarimiz ichida qimmatbaho sovg'alarimiz bo'ladi. Auksion show bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, pulni ko'rsatib qo'ying. Nech pul olib keldingiz? 2 million aka. Yetadi. Zuhriddin, ikkinchi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tayyormisiz? Konechna. Pul olib kelganmisan? Nech pul? Kim edi? Yetadi deb o'ylaysan? Bilmadim. Nima yutib olasan? Bilmadim. Bilmaysan. Oxirida aytaman nima yutib olishingni. Salifar, bizni bugungi ko'rsatuvimizning ilk birinchi ayol ishtirokchisi Salifar, xush kelibsiz. Pul olib keldingizmi? Olib keldim. Nima yutib olasiz? iPhone. iPhone. Rais o'zi har doim iPhone beradi, ko'ramiz. Qani, bu safar Salifarda omadi kelarmikan? 4-ishtirokchimiz milliarder, multimillioner Major niki bilan internetda tanilgan. Major, salom. Assalomu alaykum aka. Ismi o'zi Shuhrat, tanishinglar mumkin. Shuhratbek, pulni olib kelganmisiz? Da, olib kelganman. Tayyormisiz? Tayyorman aka. Kelinglar, agar ruxsat bersanglar, men shartlarni aytib o'taman. Chunki bular o'zlari ham bilmaydi. Shartni sizlar ham ikki quloqinglar bilan eshitinglar, chunki keyingi ko'rsatuvlarimizda aynan siz, ya'ni tomoshabin yoki obunachimiz bo'lishingiz mumkin. X Show'ni boshladik. Shartlar 4 ta korobka bo'ladi va 4 ta ishtirokchi bo'ladi. Shart boshidanoq auksion o'ynaymiz. Ya'ni men bir korobkani yoniga boraman va ushbu korobkaga o'zimni birinchi stavkamni qo'yaman. Keyingi stavkalarni sizlar qo'yasizlar. Maksimum summa 2 million so'm pul miqdori. Uni ichida nima borligi, nima yo'qligini hali hech kim bilmaydi. Oxirida qo'yilgan stavkadagi bizni uchastnikimiz o'sha pulni o'ziga oladi. Lekin hozirda o'zidayoq ochmaydi. Videoni oxirida to'ralangiz 4 ta korobka bilan u korobkalarni ochasizlar. Minimalniy sovrinim u hech nima. Maksimalniy sovrinim iPhone 17 Pro Max. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Tushunaliga hammaga. Tushunib olgan bo'lsanglar, men shu korobkani yoniga kelaman. Bu korobka uzoq yo'l yurib kelgan korobka. Deyarli 12 yil bo'ldi menimcha, shunaqa chiqqaniga. 12 yil ichida juda ham bir taniqli insonlar ishlatdi. Zallarda ham ishlatishdi, ko'chalarda ham ishlatishdi. Qizlar ham yaxshi ko'radi. Hozir sovg'a haqida gap ketyaptimi? Korobka haqida gap ketyapti. Vso, tayyor bo'lsanglar 500 ming. Kamronbek. 510 ming. 510 ming? Da, 10 ming ko'tardi. Zuhriddin. 511 ming. 511 ming 100 so'm. Voy bala, vashi izvardinglar o. 550 ming. 550 ming. Oson machi bola. Men birpas yutib oldim qaranglar. Yo'q, men paka kutaman. Kamronbek. Men to'g'ri ma'lumotim yo'q-da, lekin men ko'tarmayman aka. bilaman, bu ko'zirlarni oxiriga olib qo'yadi-da doim. Shuning uchun men kutaman hozir. 550 ming. Ko'tarish niyatlabam? Men ko'tarmayman misol uchun. Ko'tarish niyatlabam? Ko'tarish niyatlabam? Aka ko'tarib 550 ming 1, 550 ming 2. 550 ming qo'ysin ham 551 ming ana onasini. Yo'q, minimalni хотя бы 10 ming ko'taringlar. Chichvardinglar, inson ko'tarib, to'g'risi. Ha? 60 ming. 60 ming. Xo'p. 560 ming 1, 560 ming 2. 570 ming. Aynan oson shu. Hozir sizlar 2 million budjetinglar turib 10 mingdan talashyapsizlarmi? Major Izuga. Qimorvoz, kuchli bolalar. Major. Ha. Bu qutiga 1 560 ming deding-a? Oxiri. 70 ming. 570 ming 1, 570 ming 2. Prodana naxoy. Vso. 17 meniki. Shu korobka seniki. Hozir ochmaymiz. Sen bundan buyog'iga auksionda qatnashmaysan. Ha, shu sovrin seniki, pulni olib kel. Zdachi bormi? 570 ming. 600 ming ber, men senga zdachini keyin nos pulini keyin tashlab beraman. 600 ming bor, joyingga borib turishing mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Barakasini bersin. So. Prodani balkim havoda sotayotgan bo'lishimiz mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozing, biz esa davom etamiz. Biz 3 ta qutimiz qoldi va 3 ta ishtirokchimiz qoldi. Kamron va Zuhriddin va Salifar. Salifardan boshlayman. Qaysi korobkani xohlagan bo'lardingiz? 10 tomon deysan. 10 tomon deyman. Xo'p. Men bu korobkaga yetib keldim va bu korobkani startoviy narxini 1.200.000 qo'ydim. Точно iPhone shunga bor. 1.200.000 qo'ydim. Nimaga degan joyiga bu agar adashmasam hozir qanaqa qilib sizlarni alday ekan 2018-yildan beri bor. Bu korobka. Da, bu korobka. 2018-yildan beri bor. Juda ham ko'p buni sevadigan insonlar bor. Va u ba'zida og'ir, ba'zida yengil. Bo'ldi, boshqa gap Bu gapirmayman. yolg'on ma'lumot bo'lishi ham mumkinmi aka? Yo'q. Ba'zida og'ir, ba'zida yengil. Vaqt ketdi. Pulmi? Ba'zida og'ir, ba'zida yengil. Vaziyatga qarab. Og'ir, yengil, tashvishmi? Havomi? O'zi korobkani havosi. Kamronbek? 1.210.000 aka. Yo, yana 10.000 dan boshlashda bo'ladi. Voshshi, bugungi bizning X showimizda eng nishibirot odamlar to'planib olgan. Tanishing, 210.000. Zuhriddin. Men aka propushu. Yo'q, qo'yishing kerak. Iloji yo'q. 1.210.000. Ana past deyolmayman. Yo'q. Keyingisiga keyin Yo'q, qatnashadi. 220 ming bo'lsa. 250 ming. 1.210.000 edi, 250.000. Xo'p, 1.250.000. 1.250.000 ga shu korobkani baholadi. Endi shunaqa endi yo'q deyapsan, atak past demoqchi edim. Men dalshi men ikkitada 1.250.000 ga shu korobka baholandi. Salifar 1.300.000. 1.300.000. 1.301. 1.320. 1.320. 1.350. Xo'p. 1.351. 1.600.000. Точно iPhone'da shu. 1.601. Voy voy voy. 1.602. 1.603. Salifar. Give me my money. Yo'q. 1.600.000. Salifarga ikkinchi korobkamiz. Malibu'ni kaliti. iPhone chiqib ketdi, eslashdi. Bizni ikkita korobka va ikkita ishtirokchi qoldi. Oxirgi korobkani xarid qilgan inson uni maksimal patolog narxida xarid qiladi. Shu uchun birinchi chiqib ketgan inson u 500 mingga qimmat narsa sotib olgan bo'lishi mumkin. Oxirgi qolgan inson hech narsani 2 millionga xarid qilgan bo'lishi ham mumkin. Shuni ham inobatga olinglar, chunki hozir ikkita ishtirokchi va ikkita korobka qoldi. Tayyorsizlar, ha? Zuhriddin va Kamron. Mayli Zuhriddindan so'rang. Qaysi korobkani tanlagan bo'lardi? Eng chekadagi. Xo'p. Men sizlarning strategiyalarni tushunib oldim. Shuning uchun buni men biznes qilmayman-ku. Buni narxini 1.600.000 qildim. Nima qilmas? Sal tushir narxini. 1.200 dedim. Ha. 1.300, 1.5 degan hatta. 1.600.000 Kamron. 1.700.000. 1.700.000. 800 ming. 1.801. 1.802. 1.900.000. Baribir hozir ikkalasi 2 milliondan ketib qoladi. 1.901. 2 million. So. Pul. Sizdan pul. Qara. Bitta major mayerda hozir plyusda chiqib ketishi mumkin. Aka. Qara. Yo'q. Bilasanmi yo'qmi? Qaysi birda nima bor? O'tir. 2 million bu yerda, 2 million bu yerda. Hech kimga aytmaganman. Seriozna, lekin hozir xuyet qilasizlar. Hamma Tayyormisizlar? Ha. Majordan boshlaymi? No, давай. Ha, Давай. major, qizim, major demak qo'ygan.
500 ming. 570 mingga. 570 mingga. Davay. Hozir endi qiynama. Uka. Terlab ketyapman, aka qiynama. Tayyormisan? Da. iPhone. iPhonemi? Yo'q. 570 mingga. 570 ming. Realmi? AirPods Max. $300 narsa. Yo, $700. Вообще $700. Tabriklayman. Aka. Молодец. Rahmat, kattajon. Xo'p. Salifar. Nima ekan? Endi xafa bo'lish yo'q. Nima yutgan bo'lsa ham. Balkim iPhone yutarmiz. Kartoshka chiqqan bo'lsa. Balkim kartoshka yutarmiz. Shu uchun Umrimda eng qimmat kartoshkam bo'lardi. 18-yildan beri bor narsa dedi-da. Bu aldingan ma'lumotlar bo'yicha bilmayman. ya, Aldamayman dedi. ko'rsatami? Ko'rsatchi qizib ketdi. Bila. Nech bo'ladi? 1.600.000. 1.600.000 Apple Watch. Tabriklayman. Rahmat. Mana sizniki. Bemalol o'tirishingiz mumkin. Malikaga sotsam nech pulga tushadi? Bilmadim. Yaxshi kuninglar ishlatinglar. Yo'q, sizda yo manda-da. Finalda. Zuha, o'yinga o'yin almashamiz. Kamrondan boshlayman. Chunki oxirida qoldi Kamron. Nima yutsangiz ham, nima yutkizsangiz ham, ya yaxshilikka. Nima bo'lganda ham endi siz harakat qildingiz, ishtirok etdingiz ham. Buni 2 millionga oldim mana shu AirPods. O'zini puli. Aka, rahmat. Boraymi? O'zing ochib berasan. Ha? Maylimi? Bo'ladimi? Hech narsa bo'lmay qolmadimi? To'ymas. Nariyadan ochasan. Mana borar. Joyim, bilyapti, shukurlarda bilyapti. Omadim omad bor, jigarim. Addushi. Nech pulga olding? 2 million. 2 millionga iPhone 17 Pro Max. 2,5 million beraman. Beravering. Shunaqa. Rahmat aziz mehmonlar. Hamma davoling o'ylaymanki. Rahmat ishtirok etganinglar uchun. Nima deb o'ylaysizlar, raislarim? Kelinglar, har bittasini so'zini eshitamiz. Kamronbek. Zo'r ko'rsatuv bo'ldi, hammasi realna. Energiya zo'r. Hammani taklif qilamiz. Zuhriddin, Kayf bo'ldi, maza qildim, ishongan. yoqdimi? Vashi kayf, vashi zo'r. Salifar, Energetika zo'r, moshni, chestni, rost akasi mana ochilmagani. Keyingisiga yana chaqirasiz degan umiddaman. nasib. Rossiya zo'r aka. Men ko'tarishadi deb o'ylagandim, lekin narxni ko'tarishmadi. 500 sen ancha pul istasan. U iPhone uchun siqilma sen. Yo'q, siqilganim yo'q, chotki. Qatnashish kerak, keyingi ishtirokchilar bo'lishlari mumkin, obunachilar. Shunaqa raislarim, videorolikka like bosing va do'stlaringizga jo'nating. Albatta, bizda Telegram kanallarimizda ishtirok etsangiz, keyingi ko'rsatuvlarda aynan siz shu minbarda bo'lishingiz mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.